Afg'onistondagi singillarimizga tashakkur. G'azo sektorida holatimiz og'ir. Uylarimizdan va barcha narsalarimizdan ayrildik. Bizga bergan yordamlaringiz uchun rahmat. Eng kamida ushbu yordamlar bilan dori-darmonlarimizni xarid qilamiz. Ko'rib turganingizdek men ham tan jarohati olganman va davolanishga ehtiyojim bor. Sizlarga rahmat aytaman. Maryam onamizni eslang. Uning na onasi, na otasi bor edi. Alloh taolo Zakariya alayhisalomni unga kafil qildi. Zakariya alayhisalom Maryam onamizning oldiga kelib so'rardi: "Ey Maryam, bu narsalar sizga qayerdan keldi?" Qayerdan deb o'ylaysiz? Qishin yozin kelib turardi. Maryam onamiz kimdan dedi? Bular Alloh huzuridandir, dedi. Bular Alloh huzuridandir. Xohlagan kishisini rizqlantiradi. Lekin bu iltijo Robbimiz bilan bo'lgan eng mustahkam iltijo edi va u bilan dunyo harakatga keldi. Osmon ahli yer ahli uchun tushdi. Alloh nomi bilan duo qiling. Faqat Alloh uchun yig'lang. Faqat Allohdan yordam so'rang. Shunda Alloh siz uchun yaxshiliklarni beradi. U ulug' va qudratli zotdir. Bismillahirrahmanirrahim. Man laki ya G'azza? Ey G'azo, sening holingga kim kuyunmoqda? Mana Afg'onistondagi opa-singillarimiz o'z taqinchoqlari, mol-mulklari va sadoqatlari bilan G'azodagi xalqimizni qo'llab-quvvatladilar. Allohning fazli bilan sizlardan kelgan mablag'lar evaziga boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand oilalarning holidan xabar olish uchun harakatlandik. Allohu lana minkunna. Alloh taolo sizlardan qabul qilsin. Bizlarni unutmasligingizni Allohdan umid qilaman. Hadhihi al-amwal ilayna alla tansuna. Alloh sizga ne'mat qilib bergan mol-mulkingizdan infoq qiling. Mimma yassarallohu lakum. Afg'onistondagi opa-singillarimga va aka-ukalarimga, qolaversa, butun dunyodagi qardoshlarimga murojaat qilaman. G'azoga yordam bering. على سلامتكم والله يديكم العافية. وهذه هدية يعني بسيطة مقدمة من أخواتك من أفغانستان، تمام؟ وخاصة إنه أول مرة نزوركم ونزور المكان هذا. تفضلي. الله يجزاك الخير والسلام عليكم. هذه هدية من أخواتك في أفغانستان. بس حابين نقول لك كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. هذه من خواتك في أفغانستان. السلام عليكم. سلام. خواتك في أفغانستان. بارك الله. يرضى عليك يا حاج. السلام عليكم. الله يعوضنا. بسم الله. قديش هذه بديتها؟ السلام عليكم. تفضل الهدية هذه. افطارنا وعزنا وشرفنا، لكن احلى هدية من خواتك من افغانستان. السلام عليكم. خذ هدية من الشيخ. سلام. هذه هدية من خواتك منك. خواتك من افغانستان. اقول لك ادعي لهم. خواتك من افغانستان. باع ذهب هند عشان يسلموا عليك. يقول لك تفضل. بدهم كلمة حلوة منك. شكرا على اللي عملتوه ويخلف عليكم واجركم ثوابكم عند الله. الله اكبر. السلام عليكم.